Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab bugun bir video qilyapmiz. Bugun kunga 31-dekabr 2025-yil. Mana chuvalchan boqayotgan joylarimiz. Bugun xaridor bor edi, shunga bir video qilyapmiz. Sharxondan Naynavosidan Rasuljon kelgan ekan. 1 kvadrat chuvalchanga kelgan ekan. Biz YouTube'da videolarimizni ko'rib, buni ham chuvalchanga qiziqib qolgan ekan. Mana o'zi teryapti Rasuljon. Bu chuvalchan boqayotgan joylarimiz. Mana bu yerlarni ko'rdik. Qayer yaxshi yoqqan joydan oling dedik. Mana yoqqan joy shu yer ekan, shu yerdan teryapti mana Rasuljon. Bu yerlarni mana qishki kunida plyonkaga yopib qo'yganmiz, qor yog'sa deb qordan to'sib qo'yganmiz. Bu yer qor ham uncha yog'mayapti. Bu yerlarni ham ko'rdik, mana hamma yoqda ko'rdik. Bu yerda bugun mana 1,5 tonnaga xaridorimiz bor edi, marhamatdan mana tayyorladik 1,5 tonna. Xudo xolasa bugun olib ketadi yo ertaga olib ketar. 1,5 tonna biyagimiz tayyorlab qo'ydik mana. Tarozidan o'tkazib, mana bu qoldi, bu yerda bir 4 tonna biyagimiz qoldi shekilli. Buni elaydigan mana elagimiz. Shu elayda o'tkazyapmiz mana. Mana Rasuljon o'zi teryapti. Men ham yordam beryapman. Yaxshimi Rasuljon? Olyapsizmi? Mana meniki ham yaxshi. Sizniki juda chiroyli ketyapti, ama. Qarang, ana Rasuljonniki juda zo'r. Zichilelari mana o'zi bir chekadan pastdan zich joydan, sizniki juda zo'r ketyapti ekanda. Qayerdan topib oldingiz bularni qarang. Mo'noni qarang. Bu kattaligini qarang. Mashlar mana fevral oyiga borib tuxumletdi. Mana qarang. Go'sht joyini topib olsa, qarang Rasuljon. Mayli bo'pti. Biz rozi. Mana qarang, rosa go'sht joyiga. Biz rozi, xudo xolasa. Bizda ko'p chuvalchangimiz 500 kvadrat chuvalchangim bor men. Mana xudo xolasa 2025-yil mana yil endi 26 ga o'tib, xudo xolasa sotishni boshlaymiz mana. Bu yil mana oxirgi kun ekan, 25-yil. Yomon bo'lmayapti. Chuvalchang boqib yaxshi, chuvalchangchi barakali narsa ekanda, chuvalchang hamchi. Mana 10 tonna, 8 tonna mana sotdim biyagimiz. Yana bahor fevral oyida 20 tonna, mart oyida yana bir 10-15 tonna chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. Shu daromad shu. Odamlar so'rashadi, qancha daromad qilyapsiz? Boring, men 30 tonna chiqaray, 30 tonna chiqarsam 45 million daromad bo'lar ekan. Keyin bir 10 million, 15 million, 20 million so'mlik chuvalchang sotaman ekan. Shu yerda daromad. Odamlar qancha daromad qiladi deb ko'p so'rashadi-da. Shu daromad. Barakasini bersin. Hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim baraka bersin. Rasuljon, teryapsizmi mana? Xudo xolasa, bo'lib qolay dedimi? Mana men terdim. Siznikini qarang, mana ularni qarang, chiroyliligini qarang bularni. Buni qarang. Bular quyoshdan darrov kirib ketadi-da. Yorug'likdan qochadi, yorug'lik. Ichkari qarang, mana uni qarang. Pastga qarab tushaveradi bular. Juda chiroyli. Qishki kuni odamlar qishda chuvalchang nima bo'ladi deb so'rashadi-da. Mana chuvalchanglar ahvoli qarang, mana qishda. Sovuqda qotib qolmaydimi? Qor yog'sa nima bo'ladi? Yo deb so'raganlarga mana. Ko'ring, mana 31-dekabr. Mana chuvalchanglarning ahvoli qarang.
Jonivorlar. Beozor narsa ekanda bularchi, Rasuljon. Juda beozor. Ammo yozda qiynalar ekan ozgina. Juda issiqda bizda issiq bo'lib ketyapti-yu. Shunda ozgina qiynalib qolyapti. Endi hali yozda ko'k setkadan tortib yuboramiz. Siz ham shunaqa qiling, ko'k setka tortib yuboring. Qish kunida mayli unchalik anaqa mana yurishibdi, mana qarang. Mana qarang. Juda chiroyli bo'libdi sizga mana. Qish kunida men juda zo'r ishlashyapti. 31-dekabr. Yozda qiynalib qolyapti bular. Shunaqa qilib yozdan saqlab olsak, go'sht holat bo'lib ketdi, go'sht. Ammo hozir bular tuxumlamaydiganda omma semiribdi-yu. Bahordan ko'rsangiz, mana shu qonnilar ishib rosa chiroyli bo'lib qoladi. Bu mayatda bor ekan yana. Tuxumlaydiganlari ham bor ekan mana. Qonni ishiqlari. Mana jonivorlar. Ishlashib yuribdi. Chiroyliligini qarang bularni. Xudoyim barakasini bersin.